Bir kuni o'ta yomon, badjahl, hammaga yomonlik tilaydigan inson olamdan o'tibdi va uni yomonligini butun mahalla bilgani uchun janozaga hech kim kelmabdi. Nochor qolgan ayol o'zi yuvib, o'zi kafanlab, aravaga o'tkazibdi-da, tog'u toshga qarab ketibdi. Yo'lda qo'y boqib yurgan cho'ponga duch kelibdi. Cho'pon bor voqeadan xabar topgach, ayolga rahmi kelib, o'zi go'r qazib, o'sha kishini o'zi ko'mibdi va ortidan chiroyli bir duo qilibdi. O'sha kechasi mahallaning aksariyat qismining tushiga mana shu o'tgan odam chiroyli oq libosda jannatiy holatda ko'rinibdi. Ertalab hamma bir-biriga tushini aytib berar ekan, ayolni yoniga oshiqishibdi. Kecha nima bo'lgan edi? U bizni tushimizda shunday ko'rindi, axir u juda ham yomon odam edi-ku, deyishibdi. Ayol ham hayron, faqatgina kecha cho'ponga uchragani, cho'pon uni ko'mib, ortidan chiroyli duo qilganini aytibdi. Odamlar, demak, cho'pon avliyolardan ekan, uni darrov topishimiz kerak deb cho'ponni oldiga oshiqishibdi. Borsa cho'pon yo'q, men oddiy cho'ponman, faqatgina men uni chiroyli tarzda duo qildim xolos debdi. Duoga qiziqishibdi, qanday duo qilding? Men, ey Robbim, sen har gal menga mehmon yuborasan. Men uni sut bilan, go'shtli taom bilan mehmon qilaman. Bugun men seni huzuringga bir mehmon yuborayapman. Uni munosib tarzda kutib ol, dedim. Ha, xulosa o'zingizdan. Duo taqdirlarni o'zgartiradi degan gap rost ekan, biz duo olish uchun oshiqishimiz kerak. Yaxshilardan, kattalardan, ota-onalarimizdan duo olaylik. Chunki duo mana shu hayotimizni ham, xotimamizni ham go'zal